¿Eh? Vamos allá, todo Assalomu alaykum azizlarim. Men hozir sizlarga shu narsani aytmoqchimanki, bor yo'g'i 4 million 700 ming so'm bilan boshlagan biznesimizni bizani qadlarigacha olib kelganini sizlarga aytib bermoqchiman. Haqiqatdan boshida bizani ustozimiz Dilbarxon Usmonova taklif qilgan mahallarda hech ham ikkilanmasdan o'zimiz mana shu korporatsiyani tanlaganmiz va bu tanlovimdan Xudoga behisob shukr, shu kungacha hech qachon afsuslanmadim. Mana shu 4 million 700 ming so'm har birimizni mana shu joyga kelgan jamiki liderlarni, direktorlarni hayotini 180 gradusga almashtirib yubordi, o'zgartirib yubordi. Sababi bizani qilgan to'g'ri qarorimiz, bizani qilgan harakatimiz va ustozlarimizni nasihati va komanda bilan birgalikda qilgan harakatimiz bilan mana shu natijalarga chiqdik. Buni biz qila oldikmi? Albatta siz ham qila olasiz. Va siz uchun hozir aytmoqchi bo'lgan tavsiyam doimiy harakatda bo'ling, davomiy harakatda bo'ling. Bu faoliyatda, tarmoqli marketingda sabr, doimiylik, davomiylik juda katta rol o'ynar ekan. Men shu narsaga amin bo'ldim. Siz Allohga ishoning, o'zingizga ishoning, ustozlarga ishoning va korporatsiyaga ishoning. Ishoning, siz eng zo'r joydasiz, eng zo'r vaqtda kelgansiz. Mana shu Xudo xohlasa biza kelgan joyga sizlarni ham kelishingizni inshaalloh Allohimdan so'rab qolaman. Hali hamkor bo'lishga ulgurmagan insonlar uchun tezlikda harakatni boshlang, raketa tezligida uching, uchqun tezligida uching, albatta natijalarga erishasiz. Xayrli kun.